qish mavsumi bo'lganligi uchun va yangi yil oldi bo'lganligi uchun konteyner mahsulotlarimizning narxi tushib ketdi. Do'stlar, qadrdonlar, videoga bittadan like bosinglar, biz to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum do'stlar, Ustalar o'z kanalining hurmatli qadrli bebaho obunachilar. Bu videoni bittadan like bosib ko'rishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Bu katyollarimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda bitta o'q bilan ikkita quyonni urgan katyolimiz ham katyol, ham pechka vazifasini bajaradi. Buni bitta uyga qo'yadigan bo'lsangiz, kamida 50 kvadratgacha bo'lgan maydoningizni isitib beradi va mana bu yerlardan radiatorga ulab qo'yasiz. Qo'shimcha xona, ya'ni ikkita xonani isitib beradi. Rasxodga keladigan bo'lsa 7 kilo ko'mir shu 12 soat 10 soatga yetadiganidan bo'ladi. Radiatorlarga ulasangiz rasxodga umuman hech qanaqa aloqasi yo'qidan bo'ladi. Narxi 2 million so'm deyapti do'stlar, qadrdonlar. Bir hafta oldin ham 2 million 300 ming so'm chiqarganmiz shu katyollarimizni. Hozirgi kunda yangi yil yaqin, shuning uchun ko'p insonlar ehtiyoji qolmaydi. Shuning uchun narxi arzon qo'ryapti. Mana shu narxi arzonligidan foydalanib qolib olish kerak qadrdonlar. To'liq ma'lumotini ishlab chiqaruvchi akalarimizdan bilib olamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yla tumanidan bo'ladi. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu Ishlab alaykum. chiqaruvchi akamiz. Ismingiz nima edi? Afzalbek. Afzalbek akamiz. Xo'sh, nimadan ma'lumotni berib o'taylik? Birinchi, Istagansiz. pechkalarimiz aksiya qilyapti dedik. Nech bo'lib ketdi eng arzoni? Pechkalarimiz aka oxiri qolganicha shu 600 ming so'mdan 600 ming kraska. do'stlar. Bunaqasi bo'lmagan. Tepa pasi 2 euro, ikkilik tepa pasi aylan o't alanga tegan joyi hamma joyi 208 ichlari chugur. Ichlari chugur. Xo'p, bitta kraskalar, shutkali, polkaliklarimiz bor. Bular narxi 750 ming so'mdan qilib beraveramiz aka. Bu faqat shu oxir bo'yicha dastavkasi kelishilgan holatda bor aka, O'zbekiston bo'yicha xudo xohlasa. Ekonom o'sha katyollarimiz ham bor. Bu katyollikda aka yana bir aytib o'tib ketish kerak. Ha. Buni ichlarini bitta o'tamiz operator aka. o'tganda ko'rsam, bular yangilik aka. Ko'p katyollarda bunaqa narsa yo'q. Chugun qo'yib qo'yadi. Bizda hozir aylanma turbada suv o'tadi. Ikkala yonda, orqada, tepa qismida ham bor hatto aka, o'sha yerda buncha. Shu pastlardan aylanib o'tiradi, silkilsa bo'ladi. Ko'mir sal isib tursa ham suv sovib qolmaydi. Mashalloh. Mana shu hisobiga yaxshi isitaveradi, xudo xolasa. Bundan tashqari eng qulaylik tarafi qadrdonlar, bitta uyingizni iste'molchi bo'lgan pechkangizga yana qo'shimcha ikkita uyingiz isitadi. Bittadan like bosinglar aka. Rasxod o'zgarmaydi yo'q. Xo'sh. Bundan tashqari apolovkalarimiz bor. Hozir apolovka sezon mavsum hali boshlanmagan emas. Bular ham o'zimizda chiqadi ishlab chiqarish noldan. Endi mana yig'ma ko'ralarimiz bor. Yangilari ko'pchilik shashlik qiladi oilaviy. Ana shuni hisobiga yo topoqqa chiqmoqchi bo'lsa o'rtoqlar, yig'ishtirib yig'iladi bular. Yig'ishtirilsa bo'ladigan ko'ralarimiz. Shu diplomatga aylanadi bular yig'ib. Zo'ridan, mana bu. Bular listlar qalinligi 2 lik, qalin hisob bo'lgancha bu 250 ming, nariga 80 santimetrligimiz 200 ming so'm. 200 ming so'm. Mashalloh, zo'r. Bular istalgan razmerda bor, ya'ni nalichi. Razmerda qilib beradi. Ha, ba'zi yuqoriroq bo'lsin desa, mana bular 150 ming so'mdan, 80 santimetr kraskalangan. Kuymaydi bu. Endi bitta narsa, pulimiz rosa ham ko'p bo'lib ketsa-da, hali ham menga bitta qarading. Hali ham pulingizni o'sha gilamlarni tagida, to'shalarni tagida saqlasangiz, adashgan bo'lasiz. Mana buni seflarimizni sizga taklif qilamiz, do'stlar, qadrdonlar. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, o'tni ichiga tashlaydigan bo'lsangiz ham o't o'tmaydigan, suv o'tmaydigan variantidan bo'ladi. Hattoki buni do'stlar, qadrdonlar, ustalarimiz devorda o'ziga ham ustanovka qilib beryapti-da va ustidan aboyni yopishtirib qo'yapti. Shunda uyingizga kirgan odam yoki mehmon kiradigan bo'lsa ham uyda ichida sef borligi bilinmaydi. Meni o'zim ham xuddi shunday qilganman. Narxlari qanaqa? Narxlarni hozir bitta aytib ketamiz. Bu razmerlari 30 santimetr yon qismi, 40 santimetr eni, balandligi bular 35. Bir 50 ming dollar pul sig'am. Dollarda bo'lsa ko'proq ham sig'adi. Endi aka, bular narxi 400 ming so'm qilib beryapmiz. 400 ming so'm. Xo'p, bundan tashqari mana million dollar pulingizni mana shu 400 ming so'mlik narsani saqlasangiz bo'laveradi. Bularni ko'rsatib o'tish so'rayman mana sizlardan. Bu 60 santimetr. Ichkarida sekretni sefi ham bor ekan-a? Ichkarida sekretni sefi, polkalari hammasi bor. 40 santimetrga 60 santimetr. Shunaqa? Yana 40, balandligi 60, eniga 30 santimetr. Bularning ishlari ham 2 lik qalin. 600 ming so'm dedi, 2 likdan tanlangan. Undan tashqari 3 lik, 4 liklardan ham zakaz qilib beraman mana bunaqa qilib. Zo'r. Xo'p, yana endi mana mol qo'yib boqadigan chorvador akalarimiz uchun, ya'ni 3000 4000 dollarni bir yilda 10000 15000 dollar pul qilaman degan akalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Mol qo'ylarga mana shunday o'xirlarimiz bor. Qadrdonlar. Xo'p, bu o'xirlarimiz 2 metr. Eniga 65 santimetr listdan chiqadi. Holatini ko'rib turishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib bukilgan, qirog'i ikkitaga bitta qilib.
Bular narxini 250 ming so'mga beramiz. Nimaga bunaqa arzon chiqyapti degan savolga aka ko'rib turishingiz mumkin. Albatta. Stanoklar, apparatlar hammasi o'zimizda. Chetda hozir 10 ta 12 ta bola ishlaydi. Xudo xolasa, bitta savol qanchaga bo'lsa, qarang. Bunga suv quyib yasa ham bo'ladimi? Chetidan chiqib ketmaymi? Yo'q, aka. Ha, garantiya. Unga bexijolat bizni ishchilarimiz juda puxta ish qilishadi. Undan tashqari keyin svarka holatda qolmaydi bu. Choklan kraskalar zanglamasliklar oldin. Misol odamni xursand bo'lib ishlatadi, xudo xolasa. Bardasini ham to'kib bersa bo'laveradi. Bexijolat aka. Undan tashqari mana shularga aka barda qaynatgan mana atalaydi ishlarimiz bor. Atalaydi ishlar. Bular endi aka ham ikkita o'q bilan bitta quyonni urgandek, ham qozoni, ham o'chog'i bittada joylashgan, qadrdonlar. Bularni mana o'rtasini yoritib o'tishni tavsiya qilaman aka. Listlari 3x1 bo'ladi, to'rtli listdan qilingan bo'ladi. Tagidagi list. Ha, 3 bizda kompyuterda 3x1 deydi. O'zi qalin 04 list bo'ladi aka bu. Bular narxi 500 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha boraveradi aka. Bitta qozonda o'zini puliga boshdan oyoq molingiz uchun, qo'yingiz uchun mana shunday xarid qilishingiz mumkin. Bu yoqda mana o'qirlarimiz davomi. Qo'y o'qirlar 260 liga. Bular narxi 300 ming so'm. Xo'p. Bu yoqda mol o'qirlarimiz bor 2 metrlik. Buni 260 liklari ham bor. Bular hozir 370 ming so'm. Zo'r. Endi beton kuyib, lato qilgandan ko'ra 260 ming so'mga mana shu temirni olib qo'ygan yaxshi. 370 ming, 200 xonani ichiga qo'yadi, yoz oylarida tashqariga olib qo'yadi. Juda ham qulay bo'ladi, qadrdonlar. Agar xohlasa xom varianti ham bor aka, biz o'zimizda chiqaramiz. Yarim tayyor holati. Uni o'zlariga o'rnatsa bo'ladi, bemalol. Ularga ham qo'yishaveradi. Ha. Undan tashqari qurilish mollari so'ragani uchun mana xalqning ichida 1,5 metrga 2 metr deyilgan katta karetamiz bo'ladi. Kareta, badiya, yana nima deyiladi? Hampa deyiladi bu. Buni ismi ko'p. Choklarni ham ko'rtishingiz mumkin. Murchaklar o'zidan chiqadi, qirg'oqlari 50 bukilgan, ketmonni ursangiz ham uncha bukilmaydi. Yo'q, bemalol. Suv turadi. Suv turadi. Bitta narsa, akalar, ukalar do'stlar, imoratingiz buzdingiz, yangi imorat qurmoqchi bo'lyapsiz. Mana shu karetadan bitta olib qo'ying, uyingizga kerak bo'ladi. 1 yilda imoratingiz bitsa, 1 yil davomida mana shu karetani arendasiga ketgan pul yangi olgandan qimmat bo'lib qoladi. Shuning uchun endi imoratim tugagandan keyin nimaga ishlataman bu bir joyda band qilib turadi degan akalarimiz uchun imoratingiz tugagandan keyin yem hashak uytaydigan, ya'ni somon uytaydigan qilsangiz bo'ladi. Yana nima qilsa bo'ladi? Arendachilarga bersa o'zini puldan qimmatiga bo'ladi aka, bemalol. Rastov qilsa bo'ladi, oqay yutsa bo'ladi. Bundan tashqari juda ham ko'p yo'llari. Misol hozirgi kunda qishda ko'mirni hokasini mana shuni ichiga solib turib, yaxshilik ketmondanlashib, dumaloq qilib, tappi qilib yoqsa bo'ladi. Xullas variantlari juda ham ko'p. Undan tashqari mana bular 1,5 ga 80 liga bor. Bu nimaga ishlaydiganda, mishalkalar oldiga sement to'kkani yoki novoylarga, hokaga ko'mir solgani, shunaqa ishlaydi bular. Mana shunisi necha pul? Bulardagi 410 ming so'm qilib qo'ydik. Qarang, bizning kanalimiz Ustalar kanali. Faqat ustalar va ustalarga oid bo'lgan imorat qilmoqchi bo'lgan akalarimiz ko'radi. Shuni 410 ming qilmaydi, 400 ming qilib qo'ying. Sizni nomingizdan kelsa mayli qilib beramiz aka, gap. Do'stlar, bitta bu narsadan emas. Mana shu aytilayotib turgan hamma narsa imkon qadar akamiz skidka bonuslarni qilib beradi. Sababi konteyner mahsulotlari o'ziga tegishli mana. Hamma konteyner mana qish mavsumi bo'lganligi uchun narsalarning narxi arzon bo'lib ketdi. Shuning uchun bemalol kelib ko'rib olishlaring mumkin yoki dastavka ham qilib yuboramiz alohida narx dedik-a. Albatta. Kelishilgan holatda O'zbekiston bo'yicha. Xo'p, mana bu yerda 122 metrlik shu Labo eng xatoyi rasmiy mashg'ulotlar. Bularni hozir eng arzon narx 550 ming so'mdan qo'yaveramiz aka bularni. Mana arendaga bersa qancha kerak bo'lsa cheklanmagan miqdorda bor. Xudo xolasa tayyorlab, yana chiqarib beraveramiz. Somon uyutadigan mana bu jomlarni. Somon uyutadiganlarimizni aytib o'tib ketdik. Hozir skitkada bularni 330 ming so'mdan qo'yib yubordik. O'zi hech qancha qolmadi. 350 ming so'm sotilgan. 350 ming, 370 ming, hozir ham 390 ming sotiladi ko'chada. Xo'p, undan tashqari oxirgisilar katta-katta aytib o'tib ketaman aka. Ha, tezroq aytamiz. 1,5 tonnaliga suv oladi aka. 1 million 50 ming so'm qilib beramiz. 1 tonna 300 liga bor, 960 ming so'm qilib beramiz. 1 tonna 200 900 ming so'm, 1 tonnaliga 800 ming so'm, yoqda 800 litr 720 ming so'm. Maşallah. Zo'r. Optimga kelishdim. Yana bunday yangilik karetamiz ham aytib o'tdik bo'ladimi? Qaysi yangilik bu? Mana shular bu ruchkali varianti bo'ladi aka. 4 odam bemalol ko'taraveradi. Ha, qo'li 40 santimetr. Yengilligi juda yengil aka. 2 kishi bemalol ko'taraveradi. Loy-poy bilan 4 kishi ham bemalol naqsi bo'ladi. Narxi hop yana 120, uzunasi 230. Chuqurligi 40-45, narxi 900 ming so'm qilib beraveramiz. Zo'r. Chuqurroq so'ragan. Hamma yo'q. Bir shu oyog'ida og'si temir tesak. Lekin bular metall emas. Hammasi kerak bo'ladigan mahsulotlar. Mana shu narsalarni nimalarnidir ishlab chiqaradi. Shu qayerlargadir kerak bo'ladi. Do'stlar, qadrdonlar,
juda ham ekonom varianti, juda ham qulay variantini akalarimiz o'ylab topgan. Yana nima qoldi yoritmagan aka? Xo'p, endi xudo xolisa deyarli yoritib bo'ldik hamma narsani. Ko'lga endi mavsum almashib hozir bizda ko'l ishlari juda ko'p bo'ladigan turbalarimiz chiqyapti, yangilik bu. Uni yana batafsil yoritamiz xudo xolisa keyingi mavsumlarda. Karetalar tayyorlash holatini ko'rib chiqishingiz mumkin aka, xolos. Endi o'zlari joylari bo'ladi. Do'stlar, qadrli videoni shu joygacha ko'rgan aka-ukalarimizdan, opalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Videolarimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Va bundan tashqari bitta narsani so'rab qolardim sizlardan. Kimga qanday mahsulot kerak hozirgi kunda yoki qaysidir ustaning ishini yoritib berishimiz kerak? Bemalol yozinglar, besplatniy. Shunday Alloh roziligi uchun, ehson uchun yoritib beramiz, qadrdonlar. Sizlar uchun foydamiz tegsa, biz nima deydi? Mingdan ming xursand bo'lamiz, xullas. Do'stlar, qadrli, sizlar ko'rib turgan kanallarni Ustoz kanali gapirib yubormang, ha? Ustoz kanali bo'l, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'lyapti. Bittadan like bosib obuna bo'lish tugmasini esdan chiqarmanglar va xudo xolasa yangi yilda yaxshi niyatda yangi nima deydi? Marralarda egallab olishlarini so'rab qolamiz. Tanijonlar sog' bo'ling, salomat bo'linglar, tamom.